Buxoro davlat pedagogika institutining geografiya kafedrasi o'qituvchisi Nasulayeva Kamola Sharifovna. Bugungi mavzumiz O'rta Osiyoni tabiiy geografik rayonlashtirish. Bugungi mavzuni 3 daraja asosida ko'rib o'tamiz. Tabiiy geografik rayonlashtirish nima ekanligini birinchi ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu yer yuzasining ichki birligi va tabiatining o'ziga xos xususiyatiga ega hududiy bo'linmalari sistemasi. Tabiiy geografik rayonlashtirish tabiiy geografiyaning sintez shakllaridan biri, ya'ni o'ziga xos ilmiy tadqiq qilish jarayonidir. Tabiiy geografik rayonlashtirishning obyekti turli taksonomik qiymatga ega bo'lgan tabiiy hududiy komplekslar. Vazifasi esa shu komplekslarni aniqlash, xaritaga tushirish va ma'lum tartib bilan tavsiflab berishdan iborat. Tabiiy geografik rayonlashtirish orqali geografik qobiqning tabiiy hududiy komplekslarga tabaqalanish sabablari, ularning bir butunligi, chegaralari, strukturasi va ularda kechadigan tabiiy geografik jarayonlar aniqlanadi. Rayonlashtirish tabiiy muhitning barcha yoki deyarli barcha komponentlarini qamrab oluvchi belgilar majmui hamda relyef, iqlim, tuproq va shu kabi aniq bir xususiy belgilari bo'yicha amalga oshiriladi. Har bir regionga zonal, ya'ni yer yuzasiga tushadigan quyosh radiatsiyasining kenglik bo'ylab tarqalishi bilan belgilanadigan va azonal omillar ta'sir etadi. Tabiiy geografik rayonlashtirishning nazariy asosini hududiy tabiiy geografik differensiatsiya qonuniyati tashkil etadi. Zonal belgilarga ko'ra, tabiiy geografik mintaqalar, tabiiy geografik zonalar va tabiiy geografik kichik zonalar. Azonal belgilarga ko'ra, tabiiy geografik o'lkalar va tabiiy geografik oblastlarga ajratiladi. Rayonlashtirishning so'nggi bosqichi tabiiy geografik rayon bo'lib, u har ikki zonal, azonal sharoitlarga mos bo'lishi kerak. Tabiiy geografik rayonlashtirishda ma'lum prinsip va metodlar. Komplekslilik metodi. Tabiiy geografik rayonlashtirishda ma'lum prinsip va metodlar, ya'ni komplekslilik, genetik birlik, bir xillik, hududiy, umumiylik prinsiplari va boshqa omillar landshaft tipologik xaritani tahlil qilib, hududiy komplekslarni aniqlash metodiga amal qilinadi. Tabiiy geografik rayonlashtirish ikkiga bo'linadi. Tabiiy geografik rayonlashtirishni Turon provinsiyasi va Qozog'iston provinsiyasi misolida ko'rishimiz mumkin. Tabiiy geografik rayonlashtirish geografiyada eng og'ir va murakkab masalalardan biridir. Xilma-xil va murakkab tabiiy sharoitli O'rta Osiyo uchun bu masala yana ham og'irroqdir. Rayonlashtirish sohasida hanuz umumiy kelishib olingan yagona sxema mavjud emas. Rayonlashtirishda dastlab tabiat komponentlarining o'zaro ta'siridagi yangi geografik qonuniylik aniqlanadi. Ularning o'zaro dialektik va organik bog'liqligi hamda rivojlanishi o'rganiladi. So'ngra ma'lum bir hududga xos bo'lgan tabiiy xususiyatlarning joylanishi belgilanadi. Shu yo'sinda olib borilgan rayonlashtirishda nazariy xulosalar chiqarilib, bu xulosalar asosida qilingan ishlar nazariy ahamiyatga ega bo'ladi. Biror hududning tabiiy geografik rayonlashtirishda genetik jihatdan o'xshash bir xil bo'lgan hududlar ajratiladi. Bunda hududning tabiiy resurslarini aniqroq baholashga va ulardan to'la-to'kis, oqilona foydalanishga imkon tug'iladi. Shu bilan birga xo'jalik jihatdan o'zlashtirish uchun joyning tabiiy sharoiti qulay yoki noqulay ekanligi ham aniqlanadi.
Bir hududning tabiatini mufassal o'rganishda dastlab uni tabiiy jihatdan bir xil qismlarga ajratish lozim. Shunda uni bir yo'la o'rganish osonlashadi. Oralaridagi tafovutlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Sistemali va qiyosiy o'rganish uchun imkon tug'iladi. Nihoyat aniqlangan geografik komplekslarni kartaga tushirilishi bilan rayonlashtirishning asosiy masalalari hal bo'ladi deb hisoblash mumkin. O'rta Osiyo tabiiy geografik rayonlashtirish ilmiy va amaliy jihatdan qanchalik muhim ahamiyat kasb etishiga ilgaridan e'tibor berib kelingan. Shuning uchun ham o'lka hududini tabiiy geografik rayonlashtirish bilan ko'p olimlar shug'ullangan. Ular dastlab tarmoq tabiiy geografik, ya'ni geomorfologik, iqlimiy, tuproqlar geografiyasi, geobotanik va zoogeografik rayonlashtirishga e'tibor berganlar. Keyinchalik kompleks tabiiy geografik rayonlashtirish sxemalari vujudga kela boshladi. Berg, Abolin, Chetirkin, Kogay, Korovin, Babushkin O'rta Osiyo hududini tabiiy geografik rayonlashtirishga muhim hissa qo'shgan olimlar. O'rta Osiyo haqidagi geografik ma'lumotlarni umumlashtirishga dastlab qo'l urgan olim bu Dokuchayevning tabiiy geografik komplekslarning dunyoda zona bo'lib joylashganligi to'g'risidagi ta'limotidan kelib chiqqan. Dokuchayev tabiatni bir butun, yagona sistema deb qarab, unda zonalarning mavjud ekanligini ko'rsatib beradi. Tabiat zonalarini mahalliy xususiyatlariga ko'ra boshqacharoq bo'lishi mumkin deb tabiatning provinsiya hosil qilishi mumkinligini isbotladi. Zonalik to'g'risidagi ma'lumotni rivojlantirib, Berg 1913-yilda tabiat zonalari haqidagi ta'limotni yaratadi va birinchi marta landshaft zonalarini yirik geografik kompleks sifatida ajratadi. Dokuchayev va uning ishlaridan keyin u tabiiy geografiyada zonali qonuniyatlarga asoslangan rayonlashtirishning mintaqa, zona, kichik zona, polosa kabi birliklaridan iborat sistemasini qayta ko'rib chiqishga olib keladi va yuqorida qayd qilingan tamoyillarga asoslangan tabiiy geografik bo'linishlarning sxemalari paydo bo'la boshladi. Ko'p olimlar O'rta Osiyoni regional tamoyilga asoslanib tabiiy geografik rayonlashtirganlar. Ana shunday ishlardan eng so'nggilardan biri Babushkin va Kagayning izlanishlari yakun bo'ldi. Mana bu yerda O'rta Osiyo o'lkasining demak tabiiy geografik rayonlashtirishi keltirib o'tilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.